Sizdan chiqadi, ham ko'taraverasiz. Ham shunaqada chiqadi jahliz. Hozir oyijonisi aytibdilar-da, Zulayho 18 dekabrda shu kesirva qilamiz, oldin qilmaymiz deyaptilar deydi. Bu homiladorim mana tekshiruvda nazoratda bo'lib turganlar. Bularda ertaroq ko'targanlarda, mana birinchi skriningda ham 8 dekabrga 40 haftalik tug'ishni berganmiz. 18 haftagacha, 18 dekabrgacha ko'tarib yura olmaydilar. Qornlari juda ham katta bo'lib ketgan. Undan oldin kimga o'ziga tushdi? Mukarram pamlaganmi? Yaxshi tekshirdilar? Ha, yaxshi zo'r vaginalyan. Shu o'rinda aytmoqchimanki, homiladorlar, oyijonlar bemalol ishonib kelaveringlar. Nimaga Mukarram pamni hamma tanimaydi? Chunki ular mana shu Rossiyada ishlaganlar, Rossiyada karyera qilganlar, xo'jayinlari uchun O'zbekistonga kelganlarga 3 yil bo'lgan. Shuning uchun bilmaydi, lekin o'zi juda ham kuchli mutaxassis.